Qo'ying mukarram shirinlik yemang. Nimaga? Ha, quyosh. Qo'ying oling. Jiz ikkita asal qiz. Men yaxshi ko'rgan shirinlik hech kim ko'rmayaptimi? Oz yotuvdim. Qo'ying mukarram shirinlik yemang. Nimaga? Ha? Qo'ying oling, keyin aytaman. Axir siz mana Jackson kofelarini ozish uchun ichyapsiz, lekin shokoladni tinimsiz yeyapsiz. Voy, yaxshi ko'raman, nima qilay? Voz kechishingiz kerak. Shirinlik shokoladlardan voz kechishingiz kerak ozishingiz uchun. Bilasizmi, bitta shokolad tarkibida 200 kilokaloriya mavjud. U sizni ozishingizga xalaqit beradi. Voy, sport bilan shug'ullanyapman. Yo'q, kofe ichayapman. Faqat shu xamrosh ovqatdan yemayapman. Ozroqgina shirinlik yeb qo'yapman-da. Shundan ham voz kechishingiz kerak. Voy, qani voz kechaman, yaxshi ko'rsam. Voy, nima qilsam bo'ladi bu qizdan? Mahsulotlarni yaxshi ko'rib, ozish uchun iste'mol qiladilar, lekin shirinlikdan voz kecha olmaydi. Qani voz kechaman, yaxshi ko'rsam. Qarang, shuncha insonga aytib, men sizga shuni aytmagan ekanim hozir. Mana sizga Jackson shirinligi. Bu Ganader Malikix organizmni tozalaydi va albatta chiroyli zararsiz ozadi. Endi siz mana buni o'rniga buni qo'yib, bemalol iste'mol qilasiz, chiroyli zararsiz ozasiz. Rostdan ozdiradimi? Albatta ozdiradi. Bu 35 yillik sinovdan o'tgan. Unda menga korobkasi bilan bering, bitta ikkitaga to'ymayman. Marhamat, bemalol farzandlaringiz bilan maza qilib bu mahsulotni iste'mol qilsangiz bo'ladi. Farzandlarda gijja parazitlarni to'kadi, sizda ozishingizga yordamlashadi va albatta sevib ichiladigan mahsulot. Jacksonda hamma narsani yechimi bor. Ichida mana nimalar bor ekan, shirinliklar. Men xohlagan mahsulot ekan.